Vir va Zara filmi to'g'risida faktlarni keltirib o'tamiz. Yig'lamagan insonni ham yig'latgan mazkur romantik melodrama 2004-yil 12-noyabrda katta ekranlarga chiqarilgan. Filmni dastlab "Sen uchun tillarim gung yashadim" deb nomlashmoqchi bo'lishgan va keyinchalik Vir va Zaraga o'zgartirilgan. Filmning ssenariysini Aditya Chopra yozgan. Marhum rejissyor Yash Chopra o'zining Qo'rquv va Devona qalblar filmlaridan keyin bosh rolga yana qirolni taklif etadi. Vir Pratap Singh nomi juda ko'p filmlarda ishlatilgan. Ikki taqdir seriali va Vir badiiy filmi bunga misol. Zara Hayotxon roli dastlab Aishwarya Rayga taklif qilingan. Bu rolni rad etgach, advokat rolini ham taklif qilishadi, ammo 30 yoshlik aktrisa uni ham rad etadi. Keyinchalik bu rol Kajol Mukherjiga ham taklif etiladi. U o'sha paytlarda onalik bilan shug'ullanayotgan edi va tabiiyki kinodan ancha uzoqlashgan. Bundan tashqari, Yash Chopraning uslubini o'z uslubiga mos emas deb hisoblagan. Nomzodlar ichidan Amisha Patel varianti ham ko'rib chiqiladi. Shohruxxon esa bu filmda Amisha umuman o'ynamasligi kerak. Bo'lmasa, men loyihani tark etaman deya rejissyorga ultimatum qo'ygan. Va nihoyat zamonaviy obrazlardan chiqa olmayotgan Preeti Zinta nomzodi ma'qullanadi. Aktrisadan urdu tilidagi aksentini yaxshilashi talab etilgan. Zaraning uyi sifatida tasvirlangan 150 xonadan iborat saroy aslida aktyor va tadbirkor Saif Alixonga tegishli bo'lgan. Pokistonlik aktrisa Nadia Jamilning rad javobidan so'ng Samiya Siddiqiy obrazi Rani Mukherjiga nasib etadi. Aslida bu obraz real shaxsdan olingan bo'lib, u pokistonlik Asma Jahongirdir. U nohaq ayblangan mahbuslar bilan ishlagan huquqshunos bo'lgan. Ajay Devgan Razo Sheroziy obrazi uchun dastlabki tanlov edi. Rolning juda kichik ekanligi tufayli Ajay rozi bo'lmagan va Manoj Bajpayee uchun bu ayni muddao bo'lgan. Filmdagi qamoqxona sahnalari bir kunda suratga olingan va montajda tartib bo'yicha joylashtirib chiqilgan. Marhum rejissyor Yash Chopra filmga tayyorgarlik ko'rish jarayonida video kassetalarda Pokiston to'ylarini tomosha qilgan va ularning urf-odatlarini sinchkovlik bilan o'rgangan. Filmga $4 million sarflangan va $15 million foyda ko'rilgan. Vir va Zara kassa tushumlari bo'yicha 2004-yilda birinchi o'rinni egallagan. O'shanda Amritsar va Lahor yo'nalishi bo'yicha qatnovchi avtobus real hayotda mavjud bo'lmagan. Ijodkorlar yolg'onchi bo'lib qolmasligi uchun ikkita hudud rahbariyati kelishgan holda yangi marshrut joriy etishadi. Marhum rejissyor Yash Chopra 786 raqamidan o'zining 1975-yilda chiqargan Devor filmida ham foydalangan. Qur'onning dastlabki bandida keltirilishicha, bu raqam Bismillahni anglatadi.